Sizlar bilan Alfa kanali. Bugungi sonimizda bizlar sayyoralar o'ynaymiz. Sayyoralar olamida o'ynaymiz. Bilmasam bu video 100 ta like qilsa men keyingi qismini chiqaraman. Hozir bizlar qachon 100 ta obunachi bo'lar ekanmiz? Bizlar hozir 30 ta obunachimizda. O'shani 70 ta obunachi kerak, 100 ta obunachi bo'lsa bu modlar qanaqa kelish kerakligini aytaman. Bo'lmasa bugungi maqsadimiz barcha sayyorlarga borish. Demak, bu albatta qismga bo'linadi. 100 ta like qilsa men keyingi qismni chiqaraman. Bugungi maqsadimiz esa mana shu sayyoradagi qishloqqa borish. Bo'lmasam bismillah deb boshlavordik. Masalan, bizlar 100 ta obunachi bo'ldik deyarlik. Sizlar bu modga kirdinglar. Lekin dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? do'stlar, mayli sandiqni ochib ko'ryapmiz. Sandiqni ochsak, qilich va kirka bularni solib qo'yamiz. Hozirchalikka kerak emas. Yog'och bor ekan. Cheksiz tosh kerak emas. Voy do'stlar, bu yerda juda yomon xabar. Cho'chqa go'shtini solib qo'yishgan ekan. Bu nima? Meni ustiga kulishyapmi bular? Nimada? Mayli. Hammani ham omad kelmaydi. Yo do'stlar, ship debman, qo'y. Ha do'stlar, sizlarga telefonda qiziqmas shekilli. Shuning uchun mayli, qachon 100 ming ta bo'lamiz? Pechenya uchun obuna bo'lib qo'ying. Chunki nima desam bo'ladi? Chunki daraxt o'stiramiz. Nima edim? Chi deb chiqib turadi. Mayli, vaqt kam o'zi do'stlar. Vaqtni olmaymiz. Do'stlar, men bir narsani bilamanki, cho'chqa go'shtini tashlab olish kerak. Demak, albatta do'stlar, buni solib qo'yamiz, chunki bular go'shtlar, oziq-ovqatlar juda kerak bo'lib qoladi. Demak, bizlar verstak tursin. Keyingi orolga o'tishimiz kerak. Hech ketmaysanmi? Chunki nima desam? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, men sinmasdan qarar ko'z qiridan. Yo'q. Yo do'stlar, tushib ketdim. Voy boshim qursin. Aytgancha men daraxt o'stirib qo'ydim. Halamda daraxt o'stiribman. Ko'rdinglarmi? Menda cheksiz zerikmaslik uchun boshqa qilib turaman. Qaqqa qo'shib qo'yaman, tezlashtiraman va yana boshqa. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolishini deb qo'yim tushib ketishini istamayman.
Chiqib ketdi siz. Mana do'stlar. Men shu videoni to'xtatkim kelyapti-da. O'lib ketganim alam qilyapti, lekin videoni to'xtatish yo'q. Endi gapmi gap. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. O'zida juda videoni to'xtatkim kelyapti. Chunki zombilar asabimga tegyapti-da, yo'qmaydi. Qizlashdim. Boshqacha shevada bo'lib ketdi-yu. Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? Dunyo shunchalar qimmatmi, shu pulsiz zulmatmi? Boylik eng ulug' ne'matmi, yo'qmi inson qiymat? O'ylab qolaman o'tkinchi olam, mol dunyoga buncha och bu odam. Cho'ntak bo'sh bo'lsa bosma qadam, men sinmasdan qarar ko'z qiridan. What the fuck deb sizlarni qamoqxonaga olib ketishadi. Men buni juda yaxshi. Opa, qatga uyga demak. O'z uydan. Men hech buni eshitmayman. Voy. Ayol ketaman zombilaring. Tushib ket. Nima sabimga tegyapti bular? Do'stlar, kommentariy 100 ta kommentariy yozinglar. Men umuman kommentariy yozmayman. Keyingi videoda nima o'ynayman? Mario yoki yana izi. Do'stlar, albatta qizlarning dedi aytaymi Blackpink. Ya Baby Monster. Nima bo'lmasa? Nima aytinglarchi nima? Mayli do'stlar, bugungi videomiz tugadi shu joyda. Chunki juda qiyin bo'lib ketdi. Mayli keyingi qismda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ha do'stlar, ishonmagan boshqa narsalar qiladi.